disruption bilan ikkinchi qanaqa yashirib oldi. Meni damage. Hozir deb qilish boshqa variant yo'q, chunki Baybek to'g'ri bor. Demak, Amar olib ketdi, disruption berishga ulgurmadi. Qaslam RP ham berdi. RP menimcha ortiqcha edi bu yerda. Hozir bilasizmi nima? Mayli 6-5 soniyada XM ham chiqadi. XXS hozir kerakli personajda. Ame kirib keldi, g'odat yoqildi, Abyssal berildi Snakingga, lekin Amega roar ketdi do'stlar. Qanaqa RP hozir disruption bilan meni yashirib olishganda qanaqa damage berilyapti, lekin Lifestealer ham hozir Ameni ichiga ultimate bilan kirishga muvaffaq bo'ldi. Skitter bakabani yoqdi Amega zarba pichaygalar ketdi bu yerdan. Kim duelda g'olib bo'ladi? Skitterga xil berishyapti, bug'na tomondan yordam kerak. Hozir disruption bilan ikkinchi qanaqa yashirib oldi. Meni damage. Crit qanaqa bu yerda esa XXS tozalash bilan ovora hamma sabrdan dahshat do'stlar. Buni faqat menimcha xitoyliklarning qo'lidan kelsa kerak bunaqa ish. Nima bo'lar ekan? Ameni olib ketishdi. Amar RP berildi. Yana thank you disruption. Qildi qalay do'stlar. Requiem mana bunisi edi dahshat. Ya. Bo'ldi menimcha do'stlar. Skitterni bir necha zarbada crit orqali hamma yo'q qilib tashlashdi. Baybeklar bor. Hammani critni ham tutib olishdi. Shakerdan Nexaslam Pichenka berdi. Disruption yana Sengu tomonidan. Lekin mana bu personajda Baybek yo'q do'stlar. Bu yerda menimcha Amar olib qochdi. Hozir ikkita personajga RP. Ame Baybek qildi. Yana bitta RP berdi. Uchinchisiga RP. Bu yerda. Xnova hozir keldi. Yeb tashladi. Ikkitagina zarba bilan Amega Abyssal, lekin Lots bor. Disruption ustiga disruption berildi. XM linkasi ishladi. Hex Skitterga bo'ldi, menimcha bo'ldi. Snaking esa heal qilishdan menimcha yo'q. Bo'ldi gaga do'stlar, bu gaga qanaqa o'yinni ko'rdik sizlarni.